2020-yilda Vazirlar Mahkamasining Kattaqo'rg'on shahrini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish va kambag'alchilikni qisqartirish borasida qaror qabul qilindi. Shu qaror qabul qilinishi asosida shahrimizga respublikadan Vazirlar Mahkamasidan vazirlar, ko'pgina idoralardan rahbariyat kelib shahrimizni iqtisodiy ijtimoiy sharoitini o'rganib, bu yerda juda katta keng ko'lamli ishlar boshlab yuborildi. Bizani Kattaqo'rg'on shahrimiz qariyb keyingi bir necha yillarda mana ko'chalarimiz juda ham bir noqulay ahvolga kelib qolgan edi. Bugun shahrimizga mana shu bo'lgan davlatimiz rahbarini e'tibori asosida mana shu Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova rahbarligida juda katta ishlar amalga oshirildi. Qariyb 20 ta mahallalarda binolar, yangi binolar qad ko'tardi. Bugun aholimizga bugun o'sha mahalla yettiligiga ishlash uchun bugun qulay sharoitlar yaratildi. Deyarli shahrimizda 36 ta mahalla barchasi bugun mana shunday zamonaviy binolarga ega bo'ldi. Amir Temur ko'chasi bo'ladimi, boshqa ichki ko'chalar bo'ladimi, barchasi bugun xalqimizga qulay bo'ladigan juda go'zal, juda chiroyli ko'chalarga aylantirildi. O'zini trotuarlarga ega bo'lgan, piyodalar yuradigan yo'lakchalarga ega bo'lgan, barcha qulayliklarga ega bo'lgan ko'chalar, ana bir 60 yildan ziyod bo'lib ishlab kelayotgan mana shu eski ko'prik o'rniga yangi ko'prik qurildi. Bu ham xalqimizga eng katta tuhfalardan biri bo'ldi. Bugun ko'p yillardan beri madaniyat bo'limi qarovsiz qolgan, bir holati juda qiyin bo'lgan binoda ishlab kelardi. Bugun mana shu madaniyat bo'limi uchun muhtasham, chiroyli binoni qad ko'tarishi, bu yerlarda madaniy, ma'rifiy tadbirlarni o'tayotganligi, ayniqsa yoshlarimizga bu juda katta bir yutuq, tuhfa bo'lib xizmat qilyapti. Bu yerlarda san'at sohasida yoshlarimiz, farzandlarimiz bu yerda san'at sirlarini o'rganib kelishyapti. Mana bir qancha eski qolib ketgan shu binolarda mana mudofaa bo'limi bo'ladimi, soliq idorasi bo'limi bo'ladimi, bularni idora tashkilotlarga yangi binolar, qulay sharoiti, zamonaviy arxitekturaga ega bo'lgan qulay shinam sharoitlar yaratilib, mana shunday binolar qad ko'tarildi. Bugun muhtaram prezidentimizni bugun ayollarimizga bo'lgan ishonchlarini har xil jabhada ishlayotgan rahbar ayollarimiz vatanga xizmat, prezidentimizni ishonchlarini oqlab mehnat qilib kelyaptilar. Shular qatorida bugun Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimova ham bugun mana shuncha ishonch bilan prezidentimizni ishonchiga sazovor bo'lib, xalqimizni hurmatiga sazovor bo'lib, bugun o'zini ayamasdan, o'zini qiynab mana shu ishlarni, bunyodkorlik ishlarni barchasida bosh-qosh bo'lib rahbarlik qilib kelyapti. Kattaqo'rg'on shahrida mana shu eng zamonaviy bo'lgan Afrosiyob poyezdini to'xtashi bugun bir nafaqat Kattaqo'rg'onimizda, balki bu O'zbekistonimizda ham bir tarixiy voqea bo'ladi. Bugun shahrimizga keladigan davlat, san'at arboblari, madaniyat xodimlarini, bu ayniqsa shu professor, shifokorlarni mana shu yerga kelib, shu jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishda, fan, san'at arboblarini yoshlarimiz bilan uchrashuvlar o'tkazishlarida bu juda katta qulayliklar tug'dirmoqda. Bu shahrimizni madaniyatini rivojlanishiga, xalqimizni farovon bo'lishiga juda katta ahamiyat kasb etadi. Bugun shahrimizda keyingi 5 yillikda amalga oshirilgan barcha bunyodkorlik ishlarini shahar hokimi Gavhar Alimova rahbarligida, tashabbuskorligida amalga oshirilib kelayotganligini nuroniylarimiz, shahrimiz aholisi e'tirof etib kelyapti.